aytayotgan qissa qilib aytaman. Illalloh deydi. Bizlarga ilohiy aql bergan. Bizlar shu aql bilan yashaymiz. Bir kun bu ilohiy quvvatni olib qo'yadi, biz tarasha bo'lib qolamiz. Va u bizni qaytib tiriltiradi. Illalloh deydi. Ilohiy quvvatni bizga berib, uni yo'qotgan. Bizlar illalloh deymiz. Sen berding ilohiy Alloh, sen bizga ilohiy quvvatni sen beryapsan. Sening amring bilan bizlar yuribmiz. Qadam bosamiz, gapiramiz, yuguramiz, yelamiz, oy deymiz, bu deymiz, oila bu bilan hammasi sen berding. Illalloh quvvati bilan yuribmiz. Bizdan bu aqlni, ilohiy quvvatni olib qo'ysan, ya'ni jonni olib qo'ysan, bizni sen yo'q qilasan, o'zing qilasan degan ma'noda Allohga murojaat qilishini ko'rish mumkin. Illalloh aqli bilan yashar. O'sha illalloh aqlingni shaytonga berma. Allohni ulug'la degan maqsadi illalloh deydi. Bildirib, bu Allohga olqishlaydi. Ya'ni Alloh sen bizga ilohiy qo'l bergansan, ilohiy aql bergansan. Seni olqishlaymiz. Allohsan deyapti. Illalloh bizni yo'q qilguvchi va bizni qo'limiz qarsak urolmay qoladi va bizni tarasha qilib qo'yadi degan maqsadda ilohiy aql bergan. Biron mavjudotga bermagan bu narsani. Biron maxluqotga bermagan bunday quvvatni. Bunday ulug'likni hech qanday olamga bermagan. Xohlagan olamga, hayvonlarga, boshqa narsalarga yo'q bunaqasi. O'ziga sayyorada emas, farishtalarga ham bu narsani bermadi. Bizga berdi. Ilohiy aqlni berdi. Illalloh deb unga minnatdorchilik bo'lib, uni ulug'lab, olqishlab qarsak chalayapti. Bu yerda ikki qo'limiz bir kun cholmay qoladi qarsak. Seni ulug'lay olmaydi bir kun. Alloh sen bizni yo'q qilasan. Ilohiy quvvatni olib qo'yasan degan maqsad murojaat qilib, senga minnatdorchilik bildiramiz degan maqsadda bular o'qiyapti. Bu yerda haqiqatdan qoyil qolish mumkin-da, buni aqlga qo'ysan. Allohumma salli ala sayyidi Muhammad adadama fil millah salom salavat da'vati bidamil. Haqiqatdan qimlab turibmiz-ku. O'sha ilohiy jonni sug'urib olganda nima bo'lamiz? Tarasha bo'lib qimla olmaymiz, qotib qolamiz. Tarasha tamom bizlar. O'zimizni hayotimizga qaraymiz, bitta podsho yo bir kishi gapirsa, biz qarsak olamiz. Unga minnatdorchilik bildiramiz. To'g'rimi? Bu yerda ilohiy bizga quvvat bergan Allohga bizlar ikki qo'limiz bilan minnatdorchilik bildiramiz. Minnatdor biz sendan. Bu bir qandaydir bir shodlik, xursandchilik sifatida qaraladiki, bizga Alloh kuch-quvvat beryapti, ilm dargohini ochib beryapti. Darvishlar, avliyolar ilmi bu o'sha o'ng va chapga qarab bizni harakatga berib, ma'lum vaqtdan keyin harakatimizni olib qo'yib, bizni bejon qilib qo'yadi. Ilohiy quvvatni olib qo'yadi. Bizni yo'q qiladi. Buni aytib beradi bular. Mana shuni to'g'ri tushunib insonlar aqlga qo'ysa, mana shu yaxshi bo'ladi.